ochilgan qabrning ichida degan gaplar ham bo'ldi. Masalan, ziyoratgohlarda degan gaplar ham bo'ldi. Hozir boryapmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonani ko'ramiz, mana bu yerda o'tinlar bor xolos ekan. Shu orqa taraflarni hammasiga qarasak, hech narsa yo'q. Tarafni ko'ramiz. Ehson qisi qabriston. Tomga ham chiqamiz hozir. Mayli, bu men chiqaman. Bu tarafdan qo'yavering. Uka, Abdulaziz suvda cho'kib o'lmagan, bu bolani yoki o'ldirib yuborgan yoki tirik qochib ketgan deb o'ylayotganlar bo'lsa, like bosib ovoz berish mumkin. Yoki aksincha, ukam u suvda o'lgan, to'g'ri qidirishmayapti deydiganlar bo'lsa, komment yozishi mumkin. O'sha ovozlarga qarab ham video tayyorlaymiz. Marhamat, videoni boshlaymiz. Turkiyadan deport bo'lgansiz va siz deportingizni arzon va ishonchli oshtirmoqchisiz yoki o'tirma izni chalishma izni qildirish, aksincha o'tirma iznini chalishma iznini uzatish, dunyoni turli davlatlariga viza olish, jumladan Koreya, Yevropa va albatta boshqa dokumentli masala bo'yicha sizga Uchar shirkatini tavsiya qilaman. Ekranda ko'rgan nomerlar orqali Telegram, WhatsAppdan bog'lanib bemalol o'zbekcha yoki turkcha murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu shirkat Istanbulda joylashgan bo'lib, dunyoning lyuboy nuqtasiga xizmat ko'rsatadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek Muhammadjon Madiyev va siz aynonda Maxmativ kanaldasiz. Bir donagina iltimosim bor, mavzudan ozgina chetlashgan holatda, ya'ni ushbu kanalga obuna bo'lishinglarni iltimos qilaman aziz yurtdoshlar. Bilasizlar, savob katta kichigi bo'lmaydi. Bir insonda iltimosini bajarish bu albatta bir savobdir. Bemalol obuna bo'lishinglar mumkin pastda. Mavzuga o'tamiz. Mavzuga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik qiziqayotgan, ko'pchilik so'rayotgan va ko'plab o'zbeklarda muhokamalariga sabab bo'layotgan mavzu Abdulaziz qayerda? Abdulaziz topildimi? Ya'ni o'sha Farg'onada cho'kib ketgan bola. Bir qancha Instagramdan menga murojaatlar qildi, shularni gapirmasangiz bo'lmaydi ukam deb va bir qancha kommentlarda hozir sizlarga aytib o'taman. Ya'ni bilasizlar, qidiruv haligacha davom etmoqda. Ko'pchilik qidirmoqda, bormoqda va shu narsani ham to'liq ayta olamizki, hozir Abdulaziz faqatgina suvdan emas, uje quruqlikdan ham qidirilmoqda. Sababi ko'plab folbinlar, ko'plab o'sha taxminchilarning fikrlariga ko'ra Abdulaziz umuman suvda emas deb iddao qilishmoqda. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, Instagramdan murojaatlar bo'ldi. Hamma o'z fikrini bildirmoqda, o'z fikrini kommentariyada yozishmoqda. Birinchi sabab, ko'pchilik shu gapni yozdi. Sevgilisi kim? Bu gaplashgan qiz kim? O'sha qizni topish kerak, u bilan gaplashish kerak bir. Ikkinchisi, ota-onasi o'sha Abdulazizga to'liq ma'lumot bersin. Pasporti qayerda? O'sha do'stlari yechinib tashadi dedi Abdulaziz. O'sha kiyimlari qayerda ekan? Rostdan ya'ni yechindimi? Va shunga o'xshagan bir qancha savollar. Endi shaxsan meni o'zimni qiziqtirayotgan savollardan biri, Abdulaziz rostdan ham pasporti qayerda? Va bu suvdagi voqea o'zi rostdan bo'lganmi? Ochiqchasini aytadigan bo'lsam, meni fikrim bo'yicha hech qanaqa bunaqa voqea bo'lmagan. Ya'ni u bola sevgilisi uchun pivani ichib, suvga tashlagan, unaqa holat kuzatilmagan. Va albatta Abdulaziz o'zi kim deydiganlar uchun video roligi tarqaldi. Hozirlarga o'sha videoni ko'rsataman. Ko'rishinglar mumkin, marhamat. Bu rolikda o'zi aslida Yulduz Usmonovani ota haqidagi qo'shig'ini aytib chiqqan. Ya'ni shu narsadan bilsanglar bo'ladiki, Abdulaziz o'zi aslida otasini sog'inib, otasini kutgan bo'lgan. Ya'ni otasiga hurmati cheksiz. Ya'ni otasi kelishidan 2-3 kun avval bunaqa o'zini o'zi o'ldiradigan darajada menimcha ahmoq emas. Balki bu umuman suv voqeasi bo'lmagandir. Balki bu yerda qandaydir kattaroq bitta jinoyat bordir. O'sha suvga to'ngab qo'yishayotgan bo'lishi ham mumkin. Yoki aynan pasportini bilish degani, balki bu bola umuman chegarani buzgan holatda qochib, balki diniy ekstremizmlarga qo'shilib ketgandir. Bu mavzu bo'yicha bir qancha iddaolar bor.
Aslida jon shirin o'zini o'zi o'ldirishi, ayniqsa qiz uchun bu juda qiyin masala. Tim bo'li biz bu yoshdan o'tganmiz, bu yoshni ko'rganmiz, biz ham sevib bo'lganmiz va bu darajaga menimcha juda kamdan kam holatda kelamiz. Albatta keladi, hayol kelishi mumkin, lekin bu jasorat hech qachon kelmaydi. O'shaning uchun bu yerda balki jinoyat bordir, bu yerda umuman do'stlariga iltimos qilib, balki o'zi bu bola boshqa yerga ketib borgan bo'lishi mumkin. Sababi ko'pchilik folbinlarda aytishiga ko'ra, u bola suvda emasligini aytishyapti. Suvdan haqiqatan chiqqani yo'q. U suvdan menimcha o'sha ko'pchilik umidini uzib bo'ldi. Suv omborigacha borishdi, bola yo'q. Endi hozir quruvlikda istayapti, dehqonlarda, boshqalarda. Xo'p, bu yerda qiynaydigan savol. Abdulaziz do'stlari aytishiga qaraganda, Abdulaziz kiyimlarini yechib suvga tashlagan. Xo'p, endi folbinlarga aytishiga ko'ra, Abdulaziz suvning narigi betiga o'tib kanalda u yerdan chiqib ketgan bo'lsa, bu bola sovqatib bo'lib qoladi birinchidan. Ikkinchidan qayerda yashayapti? Va bunga o'xshagan savollar juda ham ko'p. Balkim Abdulaziz topilgan, lekin shuncha minglab insonlarni bilasizlar, ovora bu yerda davlat xodimlari bor. Davlat darajada pul ajratyapti. Shulardan qo'rqqani uchun ham kimnidir qarindoshini uyida yashirinib o'tirgan bo'lishi ham mumkin deganlar ham bor albatta. Endi hamma har xil fikrlarga bormoqda va siz ham kommentariyaga o'z izohingizni qoldirasiz degan umiddaman. Bu bola tirikmi? Tirik bo'lganda qayerda bo'lishi mumkin? Qanday? Chunki aynan kommentariyadagi fikrlarga ko'ra qidirishda o'zgartiruvlar kiritilmoqda. Masalan, suvda emas, quruvda dedi. Mana quruvda istashyapti. O'shaning uchun siz ham o'z fikringizni to'liq, ravon kommentariyaga yozib qoldirasiz degan umiddaman. Hozir esa o'sha qidiruv lavhalaridan ozgina sizlarga qo'yib beraman. Ko'ringlar va albatta o'zingizlar fikringlar kommentariyaga yozish esdan chiqmasa, marhamat. Ziyoratgohga keldik. Turli xil ma'lumotlar bizga yetib keldi. Xo'p, internet tarmoqlarida tarqaldi. Ochilgan qabrning ichida degan gaplar ham bo'ldi. Masalan, ziyoratgohlarda degan gaplar ham bo'ldi. Hozir boryapmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'ramiz qabristonni ichini ham. Mana qabriston ichlarini ko'ramiz, albatta ziyoratgohni yana tekshiramiz, yaxshilab. Shu yerda degan gaplar bo'ldi. Mana hozir ko'ramiz. To'g'ridan-to'g'ri sizlarga ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda bu tarafda qabriston bor. Bu tarafda qabriston o'zini hozir ko'rsatmayman. Ko'rishingiz mumkin. Mana Sherali bobo ziyoratgohi, xush kelibsiz. Xonoboddagi ziyoratgohlarni aytishgani bugun telefonlashib so'radik. O'zimiz borganimiz yo'q, tekshirishdi. Uylarni G'ori Bram ziyoratgohi bor ekan, uylarni ham ko'rishdi. Hamma yerni qarashdi. Uylardan topilmadi, lekin ushbu yer qaralmagan ekan. O'tgan safar o'zimiz qaragandik. Hozir ko'rilmagan ekan, kelib turib tekshiramiz. Mana shu qabristonda go'r ochiq bor ekan, o'shani ichida deyishdimi? Qabristonda ochilgan go'rni ichida deyishdi yana. Demak, mana shu qabristonni qarash kerak. Qarash kerak. Endi yaxshi niyat yarim olib kelyapmiz. Biz ham folga ishonmaymiz, folbinlarga ham ishonmaymiz, lekin hop, tushimda ko'rdim, shunaqa gaplar bo'lgani uchun kelyapmiz bu yerga. Mana shu yerda tomlarni ham bugun ko'ramiz. Albatta tomlarni ko'ramiz hozir. Hozir tepaga chiqaylikmi oldi? Yo'q, bu tarafdan ichki tarafdan qaraylikchi hozir. Taraflardan qaraymiz. Mana o'sha qarayda mana yo'ldan tushdik, yo'lni ko'rsatmadik. Mana ko'prik bor. Ko'prik deganda mana soymi ariq. Ko'prik bor, ziyoratgohni ko'ramiz, keyin bu tarafda Zangor darvozani, bu tarafdan ham tekshiramiz. Mana ko'prik bor. Zangor darvozani bugun yana tekshiramiz. Hozir birinchi ziyoratgohni ko'raylik. Bu tarafga ham o'tamiz. Albatta kuzatishda davom eting. Ziyoratgoh. Quyosh chiqib qolyapti. Deyapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi xonani ko'ramiz. Mana bu yerda o'tinlar bor xolos ekan. Shu orqa taraflarni hammasini qarasak, hech narsa yo'q. Bu tarafni ko'ramiz. Ehson qutisi, qabriston ziyorat qilish tartibi. Mana hozir tekshirishga davom etamiz. Eshik qulf, lekin kamerada ko'rinadi. Hozir kamerada tekshiramiz. Hech narsa yo'q. Mana ko'rib turibsizlar. Yo'q. Bu eshik qulf ekan. Bu eshik qulf ekan. Bu tarafda yana eshiklar bor. Birinchi xonani ko'rdingizmi? Birinchi xonada nima bor ekan? Nima yo'q bu yerda. Bu yer ham qulf ekan mana.
taraflari kamerada ko'rinmasligi mumkin. Mana yo'q ekan. Albatta hech narsa yo'q. Qidiruv ishlari davom etadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ziyoratgoh deyilgan joy mana o'sha ziyoratgoh. Podvallarni ko'ramiz mana. Havoda podvallar bo'lsa. Hammasi bekitilgan. O'zim tekshirdim, bu yerdan hech narsa yo'q. Qulfmi? Bu ham juda ham katta ziyoratgoh ekan. Joy namozlar bor bu yerda. Hozir yana qidiramiz. Qulf ekan, qulfiga men qaradim, hech narsa yo'q ekan. Albatta endi bu yerga chiqmaymiz. Mana bu tarafda ushbu ziyoratgohga hop, issiq qo'ygan shu yerda mana yaratgan insonni qabri bo'lsa kerak. Mana ehson qutisi hammasi joylashtirilgan. Bu yerda qabri bor ekan. Bu taraflarni ko'ramiz lekin. Mana ko'rishingiz mumkin. Hech narsa yo'q. Nima yo'q. Mana. Narigi taraflardan ko'ramiz. So'rlar tagi bilan ko'rishga harakat qilamiz. Yo'q. Ya bizni ko'rib yashirinib turgan bo'lsa, albatta. Tomni ham ko'ramiz hozir. Oynasi singan ekan, telefonni ichkariga qo'yib qaraymiz. Yo'q. Duo qilib turaylik, yaxshi inson albatta tezroq topilsa. Sizlarga yaxshi xabarlar bilan yuzlashamiz. Taraflar qulf ekan. Svetlar bor ekan, svet yoniq. Hop. Qara. Telefonat yaxshi ko'rinyaptimi? Bizni kuzatayotgan ko'ringlar, yo'q ekan. Yo'q ekan bu tarafda. Bu yerda ham yo'q ekan. Bu uzun xona ekan mana. Ancha uzun xona ekan bu yer. Uzun xona. Yo'q ekan bu tarafda. Podvallarni qarayapsizmi? Bu yerda podval yo'q ekan. Bu yerda podval yo'q ekan mana. Hop. Bu tarafga o'tamiz. Hozir keyin chiqamiz tepaga. Hop, tom qismiga chiqamiz hozir. Hozir bitta men narvon ham bor. Narvonni qo'ying, Murodjon keling, men telefonni ushlab turaman. Narvonni qo'ying, narvonni tomga ham chiqamiz. Tomlarni ham o'tgan safar qaramadilar, yezib aytishganda. Tomga ham chiqamiz hozir. Mayli, men chiqaman. Yo, bu tarafdan qo'yavering. Bu tarafdan. Qani. Yuravering. Qani. Chiqasizmi, chiqaymi? Keling, men chiqaman. Ushlab turing. Bismillahirrohmanirrohim. Ushlab turing narvonni. Yap. Voy, dod degan joy bor ekan. Boshlab tursa qani. Yo, bismillah. Duo qilib turaylik, shu yerlardan chiqsin albatta. Maktablardan tekshirib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ot tepasiga chiqish. Juda qiyin ekan. Ushlab turibsizmi? Yo, bismillah. Hozir tom qismini ko'ramiz. Chiqmay. Bu tarafda hech narsa yo'q.
Hozir qaytib tusham bor bu yerdan jam. Asosiy yerlar ekan. Mana tom qismi bo'm-bo'sh, yo'q hech narsa. Bu bosh ko'rinyapti. Tomda hech narsa yo'q. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmaymiz, lekin mana ko'z orqali qarayapman. Hech narsa yo'q tom qismida. Ehtiyot bo'ling, tushib ketishingiz mumkin. Tushamizmi? Mana tomga ham chiqdik. Tomda ijtimo yo'q. Tomda naryoqi yopilgan. Mana bu burchaklarga qarash kerakdi, hozir mana ijtimo yo'q. Bu yerda yo'q ekan. Vaqt o'tkazmaylik. Pastga tushamiz yana. Pastga tushamiz. Ha. Ha, tepalikda ehtiyot bo'ling. Mana uy qo'rqinchli ekan. Ziyoratgohga ham o'zi qaraymiz bu taraflarda. Rozumjon, endi siz hozir chataq chiqdingiz-da bu yerga. Qansiz tushing, keyin narvoni ushlab turasiz. Qanaqa qilib chiqdingiz? Ehtiyot bo'ling, qani? Ehtiyot bo'ling, ha. Yaxshilab ushlab oling. Voy, juda pastni joylar ekan mana. Ushlab turasizmi narvonni? Hozir men tushib olay. Keyin videoni davom ettiramiz. Tepani ham ko'ring, narvonni olib qo'yavering endi. O'ta ehtiyot bo'lamiz. Boshqa rossiyskiy narvon ekan. Bu yerlardan ta'mirlash kerak ekan. Albatta. Ehsoni bor etsalar, shu yerga kelmay ehson qilmay ta'mirlasa bo'laveradi. Xo'p, bu uchada hech narsa yo'q. Qaranglar. Yo'q, bu taraflarda joy bor. Keyinchalik. Hozir bu tarafni ko'rsataylik, qabristonni keyin ko'rsatamiz. Hop, yana ko'rsatishda davom etamiz. Idish tovoqlar bor ekan bu yerda. Idish tovoqlari bor ekan, xolos. Pastki taraflari polkalari. Bu yoqda joy bor ekan. Bu tarafga keyin o'taveramiz, qabriston tarafga o'tganda. Orqa taraflarni ko'ramiz. Bu yerda o'tinlar qo'yiladigan joylar. So'rilar, hammasi bor. Mana pastki taraflarni ham ko'raylik hozir. Hop, hech narsa yo'q. Hop, mana bu taraflarni ham ko'raylik. Kamerada ko'rinyaptimi? Hop, hech narsa yo'q. Qani? Bu yerda ham yo'q. Albatta yolg'on ma'lumotlar tarqatmanglar. Xo'p, biz ko'ryapmiz, shunaqa ma'lumotlarga ham ishonmayapsiz, lekin qidirib ko'ryapmiz. Chiqmagan jondan umid deb. Mana ziyoratgohni ko'ringlar bu tarafdan. Mana o'sha ko'prik, hozir ko'prikdan o'tib zangori darvozani ko'ramiz. O'sha kichkina zangori eshikcha bo'lsa kerak. Shu burchakda turibdi. Hozir kamerada yaxshi ko'rinmayapti. Bu yerda mana joylar bor ekan. Tomiga chiqish imkoni yo'q. O'sha yer qolyapti. Hop. Tashqi tarafdan chiqish yo'lagi bo'lsa agar tashqaridan chiqish. Ha? Hozir harakat qilamiz bu yerdan chiqishga. Taraflarni bir ko'rsataylik mana.
Lekin hamon tekilgan mana. Taraflarni tekshirilgan oldin. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qabriston to'qalab chiqib ketyapmiz. Bu taraflarni aytayotgan insonlar sputnikdan ko'rinadi, qabristonligi aniq. Nari tarafdan kiraverish eshigi bor qabristonda. Shu tarafga o'tamizmi? Bu burchakda ham bor ekan, ko'rib turibsiz mana. Kiraverish eshigi. Hozir boramiz. Endi qabriston ichida videoga chiqarmaymiz, uzr so'raymiz barchalaridan. O'zimiz ko'zimiz bilan qidiramiz. Qabristonning ichki tarafiga ham kiryapmiz. Taraflarda hop ko'rsatmayman. Shu xonalarni ko'rsataylik bo'ldi. Bu tarafda qabrlar bor ekan. Hech narsa yo'q. Yerlar ustida yo'q. Tarafda yo'q. Hech narsa yo'q. Taraflardan yo'q mana. Yana o'tirib Qur'on tilovat qilish uchun yerlar bor ekan taraflarda. Hop, qabriston ichini qaradik. Hozir tom qismini ham ko'ramiz. Albatta shu narvon qo'yilgan, oldin tekshirishgan ekan. Biz ham hozir bir qarab ko'ramiz. Qabristonda degan insonlar mana sizlarga isbotladik, bu yerda yo'q. Suvdan qidiraylik endi. Albatta Allohdan so'raylik. Tom qismiga ham chiqib ko'raylikki, nima bor. Biroqdan chiqasanmi? Ha, chiqaman. Bo'ldi. Og'zing chiqdi. Singan ekanmi? Bo'ldi. Ya, seni ham tushirmaylik hattan. Ishlatsa yo'qmi? Bo'ldi, tushur. Hop, yo'q ekan qabristonda. Yana bitta shunaqa joylari bor ekan. Buni ham borib ko'ramiz hozir. Mana o'sha ko'prikdan o'tyapmiz. Ko'k darvoza. Kelar ishganda ko'k darvozani ko'ramiz hozir. Mana ko'prikdan o'tib oldik. Tepalikka chiqamiz. Mana o'sha kichkina eshik. Bu tarafdan ko'k darvoza, bu tarafdan ko'k darvoza bor ekan. Lekin bu tarafga oldin so'raganda hech kim yo'q deyishgandi. Qani, buni ko'ramiz. Bekilgan ekan. Bu yerlarda bilyard bor ekan mana. Oldin shunaqa joy bo'lgan ekan, lekin hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Mana ushbu uyni hozir kirib so'radik. Hech qanaqa chol kampir unaqa oila yo'q ekan. Videoga videoga olishimizni istashmadi, lekin kirib ko'rdik. Mana shu darvoza, mana ko'prikdan o'tgandan keyin darvoza. Hech kim yo'q ekan. Mana sizlarga isbot. Ishonmanglar. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, siz Max Maziv kanalida edingiz. Sizlar bilan men Muhammad Jomadov bo'ldi. Obuna bo'lib, komment yozganlarga kattakon rahmat. Oxirgacha ko'rganlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Obuna bo'lgan bo'lsanglar, agar kanalga
Kattakon minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Sizlardan Allohim rozi bo'lsin. Sizlar yaxshi insonlar. Ko'rishguncha xayr, o'zinglarga ehtiyot qilinglar. Rahmat.